Hozir do'stlar sizlar bilan mana kineskopli и mana hozirgi LED televizorlari platasini ko'rib chiqamiz. Ikkalasi ham ishlamaydigan plata. Zapchast o'rnida turibdi, faqatgina farqlarini ko'rsatadi. Hozir oldingi televizor va hozirgi televizorlarning katta farqi bor, ya'ni gabaritda, og'irligida, ko'rinishida va ko'rsatishida. Endi prinsipdan qaranglar. 220 keldi deb ko'rsatdim oldingi videoda. Mana bu yerda ham 220 keladi. Bunda ham xuddi shunaqa plata ikkiga bo'lingan, visokiy, niskiy. Mana chizig'i. Aylantiramiz. Mana qora chiziq bo'lsa, bunda mana belgilab qo'yilgan chiziq. Mana shu chiziqda mana keldi, mana o'tdi. Bu tarafi mana xod, visokiy starani yo niskiy starani. Endi aylantiramiz. Bunda ham 220 keldi. 220 keldi. 220 keldi. Предохранитель drosseldan o'tdi. Magnitный razyorka. Endi bunda mana 220 tiqdik. Drossel, mana предохранитель, mana kondensatordan o'tdi. Mana yana drossel, mana diodniy most, mana diodniy most. Diodniy mostdan o'tib, mana уже shim kontroli управленияsi. Bu yerda esa mana tranzistor bo'lsa, bu tranzistorning radiator katta, bunda уже kichkina. Xo'sh, yana mana mikrosxema turgan, kontrolleri bu yerda ham mikrosxemasi bor. Qayerdadir. Mana o'sha transformator, bu transformator. Ya'ni visokiy chasti qanday prinsip ishlagan bo'lsa, bunday xuddi shu prinsipda ishlaydi. Faqatki nagruska kam bo'lgani hisobiga mana u radiatorlar, mikrosxemalar kichkinalashtirilgan. Mana kondensator turadigan bo'lsa, mana bu yerda ham kondensator turadi. Endi antenna tyuneri keladigan bo'lsa, mana antenna tyuneri. Qaranglar, oldin qanaqa bo'lgan? Hozirgi tyuneri qanaqa kichkinaligini. Oldingida faqat mana sariq qizil tulpan port bo'lgan bo'lsa, hozirgida mana sariq qizil tulpan porti, HDMI porti, USB porti, mana disk karta o'qiydigan porti bor. Parabolkani o'qiydigan tyuneri bor o'zini. Ya'ni ko'p funksionallar qo'shilgan. Mana katta gabarit narsalar olib tashalgan, kichkina qilib hammasi modellashtirilgan. Mana bitta mana shu protsessori, mana shu ko'rinishi, mana protsessor kichkina mana shu joyda qolib ketadi-da, qiladigan vazifasi. Shunchalik darajada kuchayib ketishgan. Mana plataga keladigan bo'lsak, plata bitta sloyli bo'lsa, mana ikkita sloyli. Mana ustidan doroshka o'tgan, orqasini aylantirsak, orqasidan ham doroshka o'tgan. Ya'ni signal plataning ustidan orqasidan o'tadi. Bu sendvich panel deyiladi, sendvich plata deyiladi. Buni 3 ta sloyli, 5 ta sloyli, ya'ni 12 ta sloyli o'ziga qarab sloylari ko'payib ketaveradi. Bugun sizlar bilan oldingi kineskopli plata bilan hozirgi LED platalari farqini ko'rib chiqdik.